Hello everyone, hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan prepositions of movement, ya'ni harakat predloglari haqida gaplashamiz. Bu mavzumiz, ya'ni predlog mavzusi aslida ko'pchilikka murakkablik qilishi mumkin, chunki bizda ya'ni o'zbek tilida predlog degan tushunchaning o'zi yo'q. Uning o'rniga biz ko'makchilardan foydalanamiz, kelishiklardan foydalanamiz. Shuning uchun bu bizga sal qiyinlik qilishi mumkin, lekin hozir sizga qiyinlik qilmaydigan darajada oson qilib tushuntirib beraman. Demak, ingliz tilida biz qanday predloglarni ishlatamiz harakatni yo'nalishini ko'rsatish uchun. Bulardan birinchisi bu albatta to predlogi hisoblanadi. Ya'ni to bu ga, tomonga degan ma'noni bildiradi. Masalan, I took them to the beach. Men ularni sohilga olib bordim. Ga degan ma'noda kelyapti. Yoki bo'lmasa I would like to go to the cinema. Kinoga borishni xohlayman, kinoteatrga borishni xohlayman desangiz ham bu yerda biz to predlogidan foydalanamiz. Endi esa ikkinchi predlogimiz bu from predlogi hisoblanadi. From bu dan degan ma'noni bildiradi. Dan. Masalan, she comes from Japan. U Yaponiyadan kelgan. I ran from home to the gym. Uydan nimaga yugurdim? Ya'ni zalga yugurdim bo'lsa, from home qilib from predlogidan foydalanar ekanmiz. Keyingi predlogimiz bu into predlogi. Into bu o'zbek tiliga ichiga deb tarjima qilinadi. Ichiga. Bu tomonga emas, ichiga degan ma'noni bildiradi. Masalan, I walked quickly into the room. Xonaning ichiga tezda yugurib kirdim. Yoki get into the car. Mashinaning ichiga kirdi degan bo'lsangiz get into the car deb ishlatishingiz mumkin ekan. Yoki I put the bag into my bag. I put the book into my bag. Kitobni sumkamning ichiga qo'ydim desangiz ham, demak into predlogidan foydalanamiz. Keyingisi bu out of predlogi ichidan deb tarjima qilinadi. Ichidan. Masalan, I saw them get out of a taxi. Men ularni taksining ichidan chiqishganini ko'rdim. Yoki they ran out of the room. Ular xonaning ichidan yugurib chiqishdi desangiz, out of predlogidan foydalanamiz. Keyingi predlogimiz bo'lsa bu on predlogi, bu ustida degan ma'noni bildiradi va tegib tursa odatda ishlatiladi. Masalan, I was late and got on the first bus. Men kech qoldim va avtobusga chiqdim. Hozir bu onni asosan qachon in kelishini transportlarga nisbatan yana bir marta tushuntirib o'taman. Yoki put the money on the table. Pulni stol ustida qo'y degan ma'noda ondan foydalanar ekanmiz. Demak, on ustida degan ma'noni bildiradi. Keyingi predlogimiz bu of predlogi. Of esa bu dan degan ustidan. Qarang, on ustida, of ustidan degan ma'noni bildiradi. Masalan, the cat jumped off the table. Mushuk stol ustidan sakrab tushdi. Yoki bo'lmasam he fell off the bike. U velikidan yiqilib tushdi desa, velikning ustida o'tirgan bo'ladi, velikning ustidan yiqilgan bo'ladi. Yoki he fell off the horse. Otdan yiqilib tushdi desangiz ham fell off bilan ishlatasiz, chunki siz bu yerda ustidan degan ma'noda ishlatyapsiz. Keyingisi bu up predlogi. Up degan esa bu tepaga degan ma'noda keladi. Masalan, they tepaga deb yozamiz. Tepaga. They all went up the hill. Ular tepalikka chiqib ketishdi deganda up bilan ishlatasiz. Yoki he ran up the stairs. U yugurib tushdi, zinaga yugurib chiqdi degan ma'noda he ran up the stairs. Yani tepaga qarab yugurdi ma'nosida up predlogidan foydalanamiz. Keyingisi bu down predlogi. Down bu pastga degan ma'noni bildiradi. Pastga. Masalan, I rode my bike down the mountain. Ya'ni velikdan tog'dan pastga velikda tushdim ma'nosida. We went down the stairs. Yoki stairs bu zinadan pastga tushdim ma'nosida went downdan foydalanar ekanmiz. Keyingi bu along, bo'ylab degan ma'noni bildiradi. Masalan, we walked quietly along the beach. Ya'ni sohil bo'ylab sekin jim yurdik. Yoki he ran along a narrow path. Tor ko'chadan, tor yo'lakdan
bo'ylab yurdi ma'nosida alongdan foydalanasiz. Keyingisi through, через, ya'ni orqali degan ma'noni bildiradi, orqali. Masalan, they drove through the tunnel. Tunnel orqali chiqishdi, tunnelning ichidan chiqishgan. Tunnel orqali haydashdi. I ran through the trees. Daraxtlar ichiga, daraxtlar orqali yugurib chiqdim mana. Daraxtlar ichidan orqali yugurib chiqdim ma'nosida through dan foydalanasiz. Keyingisi bu across, kesib degan ma'noni bildiradi. Masalan, Jessica swam across the river. Daryoni kesib suzdi, kesib o'tdi ma'nosida. I ran across the street, ko'chani kesib o'tdim ma'nosida across dan foydalanasiz. Keyingisi esa bu towards, tomonga degan ma'noni bildiradi. Bu to bilan sinonim hisoblanadi. Masalan, he get up and walked towards me. Uyg'ondi va men tomonga yurib keldi. We ran towards the sea. Biz dengiz tomonga qarab ketdik ma'nosida, yugurdik ma'nosida towards dan foydalanasiz. Keyingisi bu over predlogi, over ustidan degan ma'noni bildiradi, faqat bu tegmagan holatda ishlatiladi. Xo'p, of bilan over nima farqi bor unda? Buni ham ustidan dedingiz. Overni ham ustidan dedingiz. Nima farqi bor deydigan bo'lsangiz, of bu odatda tegib turgan bo'ladi. Masalan, otni ustida o'tirgan bo'lasiz yoki stolni ustidan tushib ketdi desangiz, stol ustida tegib turgan bo'ladi. Over esa bu siz tepadan ma'nosida siz nima sizga tegib turmaydi, tepadan ma'nosida ishlatiladi. Masalan, I saw the birds flying over me. Tepamdan qushlar uchib ketayotganligini ko'rdim bo'lsa, bunda over, off emas, overdan foydalanaman. Yoki bo'lmasam he jumped over the fence. U panjaradan sakrab o'tdi. Panjaraga tegmaydi, panjaraning ustidan sakrab, tepasidan sakrab o'tasiz. Shuning uchun bu yerda biz over predlogidan foydalanamiz. Yoki bo'lmasam we flew over the mountains. Biz tog'larning tepasidan uchdik ma'nosida we flew over, tog'ning tepasiga toqqa tegmaysiz, tepasidan uchasiz. Shuning uchun ham bu yerda over predlogidan foydalanamiz. Keyingisi esa bu under predlogi. Bu ustidan deb yozib qo'yamiz. Under tagida degan ma'noni bildiradi. Masalan, it's bad luck to walk under a ladder. Ya'ni narvonni tagidan yurish bu yomonlik olib keladi. We drove under the bridge. Ya'ni nimaning tagidan o'tdik, ko'prikning tagidan o'tdik ma'nosida. Demak, tagida yoki tagidan ma'nosida underdan foydalanamiz. Keyingisi esa around predlogi, bu aylanib degan ma'noni bildiradi. Aylanib degan ma'noni bildiradi. Masalan, we went around the corner and saw it. Biz burchakda aylanib yurdik va uni ko'rdik. The moon goes around the earth. Oy yer atrofida aylanadi degan ma'nosida atrofida deb bersak ham bo'ladi. Atrofida ma'nosida, demak biz around predlogidan foydalanamiz. Keyingi va oxirgisi bu past, o'tib degan ma'noni bildiradi. O'tib. Masalan, kesib o'tib emas, oddiy o'tib, kesib o'tmoq bu across, oddiygina o'tish bu past bo'ladi. Masalan, he walked past us without seeing us. U bizni ko'rmasdan o'tib ketdi. Bizdan o'tib ketdi. Yoki the police drove past our building. Past our building. Politsiya binomizdan o'tib haydadi bo'lsa, demak, bu yerda ham biz past predlogidan foydalanar ekanmiz. Endi esa keling, shular bilan boshqa holatlarni ham ko'rib chiqamiz. Demak, transportlar bilan qachon biz on yoki off predlogidan foydalanamiz? Demak, bitta narsani bilib qo'yishingiz kerak. Agarda siz o'sha transportning ichida bemalol harakatlanib yura oladigan bo'lsangiz, demak, bu nimalar uchun, transportlar uchun on predlogidan foydalanasiz. Va agarda tushish ma'nosida, chiqish ma'nosida on predlog, get on the bus, get on the train, get on the plane qilib on predlogidan foydalanasiz. Chunki plane samolyotda ham, avtobusda, poyezdda ham siz bemalol harakat qila olasiz. Agarda o'sha avtobus, samolyotlardan tushish bo'lsa, get off dan foydalanasiz. Demak, onning antonimi bu off hisoblanadi. Get off the bus. Avtobusdan tush. Get off the plane, samolyotdan tushdi degan bo'lsangiz, get off bilan ishlatasiz. Agar shu transportning ichida bemalol harakatlana olmasangiz, unda siz bu transport uchun in predlogidan foydalanasiz. Masalan, mashinalarda siz erkin harakat qila olmaysiz, yura olmaysiz. Shuning uchun get in the taxi, get in yoki get into predlogidan foydalanasiz. Get in yoki get into ikkalasi ham to'g'ri. Tushunarli, get in yoki get into dan foydalanasiz. Masalan, get into the taxi, taksiga chiq deydigan bo'lsangiz, get into the taxi yoki get into the nima desamiz mumkin?
Helicopter. Vertolyotga chiqdi desizlar, vertolyot bilan biz in predlogini ishlatamiz. Helicopter. Chunki vertolyot ichidan siz bemalol yura olmaysiz. Agarda o'sha vertolyotdan, mashinadan tushish bo'ladigan bo'lsa, out of predlogidan foydalanadi. Chunki onning antonimi of, intoning antonimi out of predlogi hisoblanadi. Masalan, get out of the car. Mashinadan tush. Get off the helicopter. Vertolyotdan tush degan bo'lsa, get out deb ishlatar ekansiz. Demak, bu ularning asosiy farqi hisoblanadi. Okay. Endi esa biz yana ishga qayerga deb bormoq ma'nosida biz transport orqali borish ma'nosida by car, by predlogidan foydalanishingiz mumkin yoki bo'lmasam on foot piyoda borishingiz ham mumkin. Masalan, by plus transport vositasini ishlatasiz. Masalan, I go to school, keyingisi I go to work by car, mashina orqali boraman. I went to Zurich by plane. Zurichga samolyotda boraman. I went to the airport by taxi. Taksida aeroportga boraman deganda taksida bu orqali ma'nosida ko'proq kelyapti. O'shaning uchun bu yerda biz by predlogidan foydalanamiz. Ya'ni by plus transport nomidan foydalanasiz yoki bo'lmasam siz on predlog, ya'ni on foot degan o'z ibora bor. On foot piyoda, ya'ni peshkom degan ma'noda piyoda ma'nosida on footdan foydalanishingiz mumkin. Masalan, I go to school on foot. Piyoda boraman desangiz on foot deb ishlatar ekansiz. Endi esa bundan tashqari yo'nalish ma'nosida masalan siz ya'ni using a verb of movement, walk, drive, fly, cycle yoki ishlatishingiz mumkin. Fe'llarini, ya'ni yo'nalish ma'nosida shu fe'llardan foydalanishingiz mumkin yoki public, ya'ni jamoat transportlari uchun esa take so'zdan ham fe'lidan ham foydalanishingiz mumkin. Chiqmoq, minmoq ma'nosida takedan ham foydalansangiz bo'ladi. Masalan, I walk to school, maktabga piyoda boraman. I drive to work, ishga haydab boraman. Yoki I flew to Zurich, Zurichga samolyotda boraman ma'nosida samolyot so'zidan foydalanmay fly, drive fe'llaridan foydalanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam taksida boraman, poyezdda boraman desangiz takedan foydalanasiz. I took a taxi to the airport. I took a bus, I took a train to the airport qilib, demak took so'zdan foydalanishingiz ham mumkin ekan. Demak, bugun ko'rib o'tganimizdek sizlar bilan predloglarni ko'rib chiqdik. Asosiy yo'nalishda ishlatiladigan predloglarni o'ylaymanki bu sizga tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, men sizlar bilan keyingi darsgacha xayrlashaman. Bye everyone.